Uzatma. Paxtakor Farruh futbolchilarida to'p uchun kurash, yaxshi harakat, qoida buzildi. To'p Paxtakorda qolganligi uchun ham o'yin davom ettirib yuborildi. Markazda to'p uchun kurash, Rayhan Islomov to'pni o'zida egallab turibdi. Oldinga uzatma. Bosh bilan yaxshi harakat qildi hozir Paxtakor futbolchisi bu vaziyatda va qoida buzilmoqda Paxtakor futbolchisiga nisbatan. Otajon Niyazmetov raqib futbolchisini qo'li bilan tortib to'xtatib qoldi bu vaziyatda. Mirsoliq Fathullayevda hammasi joyida o'yinni davom ettira oladi. Amirjon Narziyev to'pni hozir o'yinga kiritib beradi. Yo'q, Amirjon Jamalovga qoldirdi desak yo'q, to'pni o'z o'yiniga kiritib Bemirjon. Jamalovga qoldirdi desak yo'q, to'pni o'z o'yiniga kiritib berdi. Markazda hozir Komilov to'pni olib qo'ydi. Niyazmetov to'p uchun kurash bo'ldi. O'yin davom etadi. Paxtakor Farruh futbolchilaridan o'ng qanotga to'p tashlab berildi. To'pni to'xtatdi, raqib qarshisida birgina futbolchi bor. Aldab o'tib keta olmadi. Bu vaziyatda Paxtakor futbolchisi Rayhan to'p bilan O'ktam ketkazib bermoqda. Oldinga pas. Farruh futbolchisi to'pni egallab oldi va darvozabonga to'pni yetkazib bermoqda. Markazga to'p tashlab berildi. Yoqubjonovda to'p. Qahramon Turg'unov to'p bilan Jamoloshiga yetkazib berdi. Yaxshi harakatlar. Farruh futbolchilaridan to'p o'zi turib to'p uchun kurash va qoida buzdi bu vaziyatda O'ktamov Paxtakor futbolchisiga nisbatan. Takror lavhani kuzatamiz. Qo'li bilan tortib ushlab qoldi. Haqli qoida buzilish. Markazda to'p Paxtakor Farruh futbolchilarida. O'ng qanotga to'p tashlab berilmoqda. To'pni to'xtatdi. Bittada keyingisi to'pni o'zi egallab qoldi. Qoida buzilmadi. O'yin davom etadi. Markazdan hozir chap oyoqda zarba yo'llandi va darvozabon to'pni qaytarmoqda. Yaxshi zarba bo'lgan edi hozir Asadbek Shuhratov tomonidan. Dilshod Yoqubov ham bu vaziyatda yaxshi harakat qildi. Chap oyoqda kuchli zarba yo'lladi. Bu orada Abel Fazib maydonda o'tirib qolgan. Ko'ramiz takror lavhani. To'pni o'zida egallab qoldi. Markazlashdi. Hech kim qarshilik ko'rsatmadi. Zarba ham yo'lladi. Zarba ham aniq bo'ldi, lekin Fardu darvozabon ham yaxshi harakat qildi. Uchrashuvning 39-daqiqasi. Burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. To'p ichkariga tashlab berildi. Zarba yo'llandi va gol! Paxtakor Farruh bizning uchrashuvda hisobni ochmoqda.
Burchakdan to'p ichkariga tashlab berildi. Hozir gol urgan futbolchini Fardu himoyachilari qo'riqlashmadi va imkoniyat berishdi. Farim hisobni ochdi. Haqli gol desak bo'ladi, chunki Paxtakor Fardu darvozasi oldida bir nechta yaxshi vaziyatlarni yuzaga keltirdi. Goh zarbaga aniqlik yetmadi, gohida Fardu posboni qaytardi. Bu zarbani oldida darvozabon ham ojizlik qildi. Paxtakor Farim bizning uchrashuvda hisob ochmoqda. 70-raqamli Asadbek Shuhratov. To'p ichkariga tashlab berildi. Burchakdan bosh bilan zarba yo'lladi va darvozabon ham bu golni oldida ojiz edi. Asadbek Shuhratov uchrashuvda hisobni ochdi.